Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Suyuti rahmetullahi aleyh Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'niki özünki tercüme hallardan bir kısım psikolojik halatlarını ve kısaca özünki şu yemek içmek, kiyim kiyimdeki takvalık, zahitlikini düşündürmek için. İbn Sakir Tarih ibn Şahab degan kişi rivayet qilib deyishcha, bir odam Umar radhiyallohu anhu bir gapni qilsa, shuning bilan u gap ozroq yolg'onchilik aralashgandan keyin Umar radhiyallohu anhu "Magapang to'xtat, magapangni yig" deydi ekanda. Anda odam boshqa yana gaplarni qilgandan keyin "Magapang to'xtat" deydi ekan. Shuning bilan oq qarish tarafdagi odam "Men sana degan gapniki hammasi to'g'ri, haq edi. Lekin sen bu gapingni to'xtat degan shu gap bilan xato, yolg'on edi" deb o'zi shu so'zning yolg'on ekanligini iqror qiladi deydi. Demak, bir odamning yolg'on gap qilganligini sezib oladigan farosat egasi edi deydi. Hamda Hasanda rivoyat qilinishicha, bir odam bir gap qilib yolg'on gap qilganligini, bir odamnikini bilib oladigan odam haqiqatan Umar edi deydi. Bir adam yolg'on gap qilgan bo'lsa, shu so'zning yolg'onligini his qila oladi ekanda darhol. Hamda Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayhi Dalailun Nubuwwada Abi Azbatul Hamsi degan kishidan rivoyat qilib, u kishi deydi, Umar roziyallohu anhuga Iroqlik haqida bunday xabar yetibdi. Iroqliklar ularning o'ziga shu Umar roziyallohu anhu tarafidan avatilgan amrni uning tosh to'qmoq etib, uning qarshilik bildirib qilgandan keyin Ömer radıyallahu anh bu gapni anglab, açıqlab chiqib masjidda namoz o'qibdi-da shu jarayonda. Lekin namozda xatolik yuz beribdi shu o'zinki mijoz o'zgargandan keyin. Salom berib qo'ygandan keyin, "Ey Alloh, ular haqiqatan meni mushtaq qalaymiqan qilib etdi namozimni. Ulardan bir qalaymiqan qilib etdi" deb duo qilgan ekan. Va shundaqla ularga saqiblik, ya'ni zolim bolani musallat qilgan u jahiliyatning hukmi bilan hukm qilib boshqurdi Iroqliklarni. Ularning yaxshilarini qabul qilmaydi, xato ish qilib qolsa o'tmaydi, kechirmaydi deb shuna degan. Ham Suyuti bu Iroq ahliga nima uchun duo qilgandan maqsad nima degan vaqtida bu Hajjajga ishorat qilib qilingan duo. Ya'ni Hajjajning ayta bir zolimning chiqilganligidan Umarning xabari boti deydi. Rasulullohdan olgan bo'lishi mumkin. İbn Luhayya şu vaqtda Hajjaj tug'ilmagan. Umar ibn Hattab bu duoni qilgan vaqtida Hajjaj tug'ilmagan vaqtlar. Hajjaj va Umar ibn Hattab o'lib ketgandan keyin xil mezgillardan keyin tug'ilgan odamda. Bu shu Arab valiylar ichida nomi chiqqan eng mashhur dahi, nayt bir aql egasi, ham notiq, ham nayt zuvandaz, ham shundaqla nayt ushib chiqqan bir zolim edi. Ömer ibn Hattab'niki ayetlerden namuneler İbn Sa'd Ahnaf ibn Qays rivayet qilsa, biz Ömer radhiyallohu anhu'niki ishqalda bir kez o'tdagan edik deydi. Bir qiz bola dedek o'tdi-da. Sonra ular Amirul Mu'minin dediki deb shunaq dedi. Degandiki Ömer radhiyallohu anhu shunaq degan ekan. Amirul Mu'mininning, ya'ni Ömerning dediki yo'q. O dedek uning halal emas, u Allohning miri. Hamda o devletke topshirildi. Bütün mesela urushda g'animat olgan mol dunyolar, mesela qullar dedeklar shu vaqtida davlatga topshirildi. Davlat topshirilgandan keyin shu davlatningki eng oliy huquqli hukmdori bo'lgan xalifa shuni bir taraf qiladi, o'zi xohlagancha bir taraf qiladi hamda. Ba'zi o'ziga halol bo'ladi masalan-ku, lekin shundoq bo'lsa-mu Umar ibn Hattab o'ziga o'z nafsiga cho'qtatib qabul qilmaydi, olmaydi deydi. Dedik biz undaqda bu Allah'ın milidan nima halol bo'ldi? Bu Allah'ın mili, sen alsang bo'ladi, sana yeterli. Undaq sana nima halol deb so'rdik deydi. Degandan keyin Umar ibn Hattab shunaq debdi. Umarga Allah'ın milidan qishda bir ton, yozda bir ton shu halol. Shuni bilan haj qilsam, umr qilsam, shunga loyiq mal halol. Ailemning va o'zimningki ozuq-tulikiga yetkidek miqdorda osh uzuq-tulik olsam shu halol deydi. Buni jiqilmayman hatta. Bu odatdagi Qurayshlarniki odatdagi normal turmush saviyasidagi odamning rasxutini olsam menga shu yetarli.
Men bu musulmonlardan bir odam emasmi deb, mushi darajada buni zoitlik qiladi dedi. Shundaqla hamda Huzaymat ibn Sabit degan kishining deyishicha, Umar roziyallohu anhu bir vali ishlasa, masalan, taraf-tarafga qo'mondan valilarni avatgan vaqtda bir shaharning boshliqlari bo'ladi. Uning xat yozib shart qildi ekan. Bu shartlar tuvandikcha. Biri shu ajamlarning ilg'or bunda ot uloqlarini minmaysa deydi-da, qichir degandek shu vaqtdagi naytda darjilik bo'lgan ot qichirlar. Anda naytda bak ilg'or yemaklikni yemaysa. Yana birsi nayt vaqtida hamda qo'l to'qildigan bo'g'ishlar kiyimlar ko'pincha nayt qilin bo'ladi, ya jo'ndum bo'ladi. Nayt nefis, bak oliy sifatli kiyimlarni kiymaysa. Yana birisi hojatmanlar kelsa, ishkini etaolmaysa, ishkini davomli o'chirdi. Har qanday odam kirib, sana o'zing masjidni anglata oladigan bo'lish kerak. Agar shunda qilib qolsang, men cheklagan ishlarni qilib qolsang, o vaqtda sana jazo halol bo'ldi deb shu shartni qiladi ekan. Demak, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zilam taqvo olmasdan, hatto shu hokimiyat ishlaridimi hamma ishni qildim 40 ga yerib muomala qildigan taqvodor edi demoqchi bunlar. Endi Umar ibn Xattobniki shu kiyim-kechak, yemak-ichmak ishlarga nisbatan zoitlik qanday degan vaqtida Ikrama ibn Xolid va uning boshqa kishilarniki deyishcha, endi Umar ibn Xattobning bolalaridan Hafsa, Abdullah ibn Umar va uning boshqa yana bolalari Umar roziyallohu anhuga gapirdi. Voy dada, sizlar bir pokizroq, yaxshiroq tamoqlarni yesir bo'lmabdi. Bu haqiqatga texim bu naytli kuchli, jaronlik, jasoratlik bo'g'il oldi emasmi? Degan vaqtida hammanglarmish fikirdimi degandiki, bolalarning hammasi ha debdi. Undaqda sizlarning nasihatinglarni men bildim, ixlosinglarni bildim, lekin mening ikki sohibimni bir yo'lda tashlab qo'ydim dedi. Agar ularning yo'lini tashlab qo'ysam, ularning borgan manziliga men ulasholmayman. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr dedi, bularni men menga yo'lda uchratdim demoqchi. Mushta zohid, taqvo, musholatda. Lekin ularning menga yo'lini men tashlab qo'ysam, ular borgan manzilga yetolmayman deb shunaq degan. Va bu kishi deb, ya'ni kishilarga shu vaqt ochoqchilik yetgan vaqtida ya may yemaydi deydi, yoki mayliq to'qashlarni yemaydi. Mushta taqvo o'tgan deydi. Kishilar bunda tursa men yemdima deb yemaydi deydi. Ibn Abi Mulayka degan kishining deyishicha, Utba ibn Farqat degan kishi Umar roziyallohu anhuniki yemak ichmak haqida gapirdi. Va bundaqda, voy sen mushtabi oz, mushundaq bir qo'pol yirik tamoqlarni yemsa deganda gaplarni qilgan bo'lsa kerak. Umar roziyallohu anhuning javobidan voy iset, men dunyoda huzur halovatni surib mushta yashasam deb unda tan shaklda gap qilgan deydi. Endi Hasanning deyishicha, Hasan balkim nima bo'lishi mumkin? Hasanul Basri rahmatullohi alayhi. Umar roziyallohu anhu o'zining o'g'li Osimning qishiga kiribdi. U go'sht yeyotgan holatda kirgan ekanda, nima bu desa, bek go'sht sig'inib ketgan to'q degan. Bir narsa sig'inib ketsanglar yemsa deb qapolab, bir odam shu nima xohlasa, nima sig'ilsa, ishtaha qilsa shuni yeganlikning o'zi isrofdir deb balasiga yani tanbih ogohlantirish bergan deydi. Hatta oilasi mushta qattiq chang tutganda ishda. Umar ibn Xattobningki endi ozodgarisi quli bo'lgan, xizmatchisi bo'lgan Aslam degan kishining deyishicha, men bir yangi bir biliq yegim kelib qoldi deydi. Sig'inib qoldim deydi. Shuna odam deydi, Umar roziyallohu anhu biliq yegisi kelib qoldi, yangi bir. Shuni bilan rivoyat qildim deydi. Umar roziyallohu anhu o'ziga to'gisini yoki minadigan ulug'ini tayyorlab qo'raslab, oldi kayniga bir 4 minib shu yerda bir savat biliq setib olibdi. Biliqni ekibdi. Endi o biliq savatniki hamda tushib qo'ygandan keyin suv tushib yoki qon oqib deganda nimaniki ancha uloqqa eqib ketgan gap. Shundan uloqni yo'q Arlıqda yana Umar kelibdi-da, kelib mundaq debdi. Sen yurgin, men uloq men qo'ylab turay deb shunaq deb. Deb bo'lib,
voy ma quloqning ostidagi ma qonni yuyishni unutib qoldimmi nima deb bular bir Ömerning ishtihosi shahvati uchun bir hayvonni azoblabdi. Ömer bo'ldi sening ma sevitingdiki ma beliqni bo'ldi ma go'shangni yemaydi deb shundoq degandi. Bir ekkagan go'shi bir qon yaqib ketib bir uloqqa azob berilibdi deb o'zining nafsini shu kontrol qilib yiqqan deydi. Qatada degan kishini deysa Ömer roziyallohu anhu xalifa holatda bundoq yungdan tikilgan to'llarni hatto yamog'liq teri bilan verilgan terdan yamoq solgan to'llarni kiyadi ekan. Bozorlarda o'ziniki bo'ynida qo'lida paloq va bo'yinda paloq qilib olganda jazolaydi buni. Uni kishilarni adablaydi, masalan, bozorda yolg'onchilik qilgan, soxtapazlik qilgan odamlar. Hem shundoqlar bu bozorda mustaqillik bir narsaga urug'lari yoki og'amchilar bo'lsa, uchrab qolgan bo'lsa, uni yig'ib, ilib, uni xalqning uyiga olib kirib, foydalanishga qo'yib qo'yadi ekan. Xalq foydalansin deb. Shu davrda masalan, og'amchilar hozirgidek musulmonlar mo'l bo'lmagandan foydalanish qimmati bor masalan. Ular bog'lashga, yuk taqib bog'lashga chiqqa, manfaatli bo'lgan. Shuni topolmaydigan kambag'al odamlar bor endi. Demak, shu narsalarni ilib bozordan yoki shuni tepib olgan bo'lsa, xalqning uylariga olib kirib, shu tanayat odatda kamroq fuqaroda yashgan demakchi. Anas radhiyallohu anhu'ningki deyishcha va Umar radhiyallohu anhu'ningki shu ikki toqiningki ostida 4 yamoq ko'rgan dedi ko'nglikda. 4 yamoq, ya'ni yamoqlik kiyimlarni kiydigan bir xalifa. Ham bu vaqtida Umar radhiyallohu anhu'ningki davrida dunyodagi eng cho'ng ikki imperiya yemirilgan. Biri Persiya imperiyasi, biri Sharq Rim imperiyasiki shu Suriya, Ordaniya, Misr tarafdagi ba'zilari vayron bo'lgan hamda. Bu yerdan ham islom dunyosiga shu Madinaga kelgan mol dunyo, kiyim-kechakning, oltin zib-ziynatning haddi hisobi yo'q. Shunchalar narsa kelishmi, buni o'ziga ilib olmay, xalqlarga taqib berib, davlatniki umum manfaatiga ishlatib, o'zi shunday oddiy yashagan deydi. Bu endi islom hokimiyatiga shu hokimiyat tutgan kishilarga nisbatan bir ulgulik, bir yo'l hamda bu. Abu Osman'ın Nahdi degan kishimi, men Umar roziyallohu anhu'ningki ishtonlaridan bunda terdan yamoq solgan deydi. Teri yamoq qilib ishtonlarni kiyib yurganni ko'rgan deb shundoq deydi. Abdullah ibn Amr ibn Rabi'a degan kishini deyishchimi, men Umar roziyallohu anhu bilan haj qilgan deydi. Men o'z ko'zidan ko'rganda, o'z ko'zidan ko'rgan rivoyat eng kuchli rivoyat bo'ladi tarix ilmida. Bu odam hech qanday chidir tikmaydi deydi. Hashamatlik, hayvatlik, chidirlarni tikib, huzurlanish uchun unda qilib ketmaydi. Balki unda bir raxtlarni o'zimda kiyim-kechak yakimda bir terilar bo'lsa hamda shuni shu daraxtning ustiga da'lam tashlab, shu daraxt bilan, shu rahbax bilan, teri bilan o'rablam o'ziga bir soya yasaydi deydi. Shu yerda o'tirib o'ziga ishlarini, hokimiyatlarini, haj faoliyatlarini ado qilib, shu yerda xalqning ishlarini hal qilib, haj qilib tugatdi deydi. Nihoyat oddiy, hayoti nihoyat oddiy o'tgan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.